Amerika hökuməti 2 dekabr Xitayning Uyğur Avtonom rayonidagi kishilik huquq dafsandichiliklariga qaratgan jazolash tadbirlarini texmi kuchaytirib, Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuvanining paxta mahsulotlarini import qilishni chekladi. 这里是新疆石河子，位于天山北坡古尔班通古特沙漠南缘的新疆生产建设兵团第8师133团。新疆是我国棉花主产区，棉田总面积2000多万亩。 Xitoyning Uyg'ur elidagi eng chong paxta ishlab chiqaruvchisi bo'lgan mazkur yerim ishlab chiqarish yerim qurolliq tashkiloti Uyg'ur tutqunlarini keng ko'lamli qullar emgakiga selish bilan ayblandi. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining ta'kidlashicha, bu qaror ta'minot zanjiridagi Bingtuan ishlab chiqargan paxtani ishlatgan boshqa shirkatlarga ijro qilindi ekan. Bu Trump hukumatining Xitoyning Uyg'ur elidagi kishilik huquq dafsandichiligini jazolash, Beijingga qarshi pozitsiyasini kuchaytirish jihatdagi qarorlarining biridir. Uningda Amerikaga kirgan har qanday paxta mahsuloti Bingtuan paxtasiga chetishliq deb qaralsa, Amerika tamojnasida tutib qilinib, paxta mahsulotining egisi uning majburiy emgak bilan ishlab chiqarilmaganligini isbotlamag'icha qo'yib berilmaydi ekan. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasining Bingtuan paxta mahsulotlarini cheklash qarori Amerika Moliya ministrligining Bingtuanga yurgizgan embargosi kuchga ega bo'lishining oxirgi qarori 1 dekabr kuni to'shib, orqasidan e'lon qilindi. Moliya ministrligining embargo qarori asli bu yil 9-oyning 30-kuni ijro qilinishi kerak bo'lsa-mu, lekin Amerika shirkatlarining talabiga binoan 2 oy kechiktirilib 1 dekabrga surilgan. Bu qaror Amerika Moliya ministrligi tashqi mulk ishxonasining tarixidagi eng chong embargo qarori deb qaralgan.